Oh, 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 oh degan joy u bu. Baliqlar nagili yuribdi, nagili. Topinglarchi, bu yer qayer? Bilgan sirlazi, kelgan sirlazi. Mayer bu yer deydi. Mana sizlarga nagili yuribdi baliqlar. Voy malades. Sazan, charas, yig'onbosh, u yerda galas to'planib turibdi. Mana bu. Nodirbek deyapti. Mana sizlarga hozir ko'rsataman baliqlar. Mana. O'rtoqlar. Sazonlar yurishini qarayman. 3 kilo olaylar. Mana. Rosa topib ketdim. Hozir to'xtaylar. Mana akalar, qaranglar. Katta, buni olib chiqisham mazza. Yayrab olasiz, yayrab olib chiqqanda ham. Yurishni qaranglar. Bir 2 kilo, 1-2 kiloni ham berdi bo'lsa kerak. Uni yana. Non tashlaydi ekanlar. Ikkovi jup shekilli. Qaranglar, uni birov yordam bermagan. Baklashga 2 litrli baklashga qirqib tashashgan. Uni ichida yem bo'lgan. Unga sazan kirib turib, yeb turib qaytib chiqolmagan. Shu baklashka bilan yuravergan, oxiri o'lgan, oxiri turishini qarang. Biroq qaramagan. O'zingga aka o'tirsang g'alati bo'lar ekanda. O'zingga yarasha. Tamam. O'zingga yarasha. Lekin природа go'zal. Bazmi Jamshid boshlandi. Qamishlar chiroyli o'sgan, bu qamishmi bu? Sifatli, standart ekan. Biz qamishlar va вообще bir g'alati o'sadi. Mana go'zal suv, go'zal. Bilmayman bu suvda qanaqa baliqlar bor. Menimcha suv sovuq. Marinka toshni, usach toshni, karas, sazanlar suv sovuq bo'lsa kerak. Yursa yurgan barobar. Yarog'iga borib olamiz, suv tiniq ekanda. Ikki tushamiz hozir. Qani shu yerdan. Ma'dan toyilib yiqilib tushsiz. O'zingiz kelishingiz ancha qiyin. Tashetlarda diviziyani bo'layotganga o'xshayapti. Orada cho'ta tushunmayapman.
Ha, köprü tagiga tushdik. Sovuq ekan bu yerda. Sovuq. Suv вообще muz, muz. Suv dahshat sovuq. Oho. Suvni shakl shukli. Voy. Sovuqligini qarang bu suv. Vah, 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 vah. Dahshat o'rtoqlar. Maylarda suv yemirib tashlab turgan katta suv kelib. Ora turba tashlagan ekan katta. Nariga ham turba. Muzda ekan o'rtoqlar, muzda. Sizcha tursanglar qoqatasizlar ham. Güzel, güzel. Oğlum, ay balık kelib ketdi. Hozir kelib ketdi bitta baliq. Malinkiga o'xshadi. Non olmabman. Non sepasdim, bilasdik qanaqaligini ya. Baliqlar sayri. Sazanlar yuribdi suv ustida. Bor bir kilo yaqinlik. O kattasi ham bor ekan, bitta o'tib ketdi. Bir xilda bo'lmaydi bular, har xil. Mana shu kattaroq ekan. O yerda ham bir galasi yuribdi. Shaqqa borib tashlash kerak shekilli. O'rtoqlar, kim nima desa deversin, sazanga farqi yo'q ekan. Issiqmi? Kech payt yuradi. Bittaman deb yuradi deydi-kanu, xato ekan. Tinmay yuribdi mana. Soat 12 bo'lyapti. O galani qaranglar. Hozir non tashlasangiz uchib kelib qolyapti. Gap ekan u. Sazan kechasi yuradi. Sazan kunduzi uxlaydi. Yo'q, u tinmay olaveradi bo'g'iraymi. Shu yo'liga chiqib qolsangiz, mana galasiga to'g'ri kelib qolsangiz, o'g'irlaydi.
Serob. O kattarisi. Gigant. Gigantlar Rashid yuribdi. Suv tayrog'ida yuragan kattalari. Hammasi 2 kilo, 1,5 kilo. Shuni atrofidagi balalar. Ama bitta katta ko'rdim, uni videoga olib ulgurmadim. Keyin maniqi chekaladi yuragi. Ko'ryapsizmi? Yurishini. Olor ekan, u bekarchi gap ekan. Faqat kechasi oladi, sahar oladi. Olor ekan, bu время. Bu yerda просто narxi baland ekan. Baliq tutaman deb kirishingiz 100 ming so'm. Baliqni kilosiga 70 mingdan berasiz ekan. Tutgan balig'ingizga. Shunaqa joy ekan, короче. Hech kim bunga rozi bo'lmasa kerak. Yani bilmadim. Puli ko'p odamlar kayf uchun rozi bo'laveradi. Mayda bolalar. Bolachalari. Sazavachchalar. Yuziga doim shulardan bir g'ari cho'p bo'ladi. Qancha kilo bular? Baho beringlar. Standart emas bu. Har xil. Maydalar ham. Движение qilyapti. Galas. Yomon ko'p ekan baliq. Bitta non tashlasang oqib kelyapti. O'ta ham shu. Silishim kattalar ekan. Qo'layon galan qara. O'zi ham qarmoq tashlasang. Galan. Bir tashlashingga o'zi ham ko'zingni yumib ochguningcha chiqayotganda silishkim ko'p baliq. Bu hamma daryolarda, hamma zakanlarda shunaqa bo'lsa baliq a. Qarang. Kattalari ham borda, kattalari ham. 2 kilo, 3 kilolarni bitta ikkita qoralarda kelib qolyapti. Ehtiyotkorroq bo'larkan kattalari. Mana 1,5 kilo, 1 kilolar yuraverar ekan. Mayda balalar chachib boryapti. Mazza. Baliqchini orzusida bu. Tomosha qilib ham o'zim maza qilaveradi. O'rtalar. Baliqda farqi yo'q ekan. Hozir bo'lib ham mana oy, keyingi oy, undan keyingi oy. Bu oy tugadi endi. Baliq yurib qopti o'rtalar. Issiq, sovuq demayapti qaranglar. Ertaman, kech paytda yuraman demayapti. Boy время olyapti. Anaqa esli balolar ham bor ekan, o'zi yurar ekan. Chekalarda yurar ekan. O'rtalarda hech narsa yo'q. Mana shu yerda yuribmiz. Keyin o'ylarda. Tam вообще kon ekan. Ana akalar, tomosha qilib maza qilib olinglar. Men ko'zim bilan ko'rib maza qilib o'ryapman. Sizlar videoda ko'rib maza qilinglar. Balalar yurib qopti akalar.
Kechasi yuraman, kunduz yuraman, salqinda yuraman demayapti. Любой время yuribdi. Olaverasizlar. Mana baqayapmiz. Katta qilib tashlaylikchi nima bo'ladi? Mana sizlarga tomosha chopqillatishlaringiz kerak. Mana sizlarga. Ko'payib ketadi bir past. Ket. Oho. Kariblar ham bor ekan. Mana. Buncha ko'p bu ya. O'zi ham shunday karmag'inglar bo'lsa, bitta tashashinglarga 1, 2, 3 deyishlar u yoqdan kelyapti. U yemishni tashaganini bilyapti-yu, o'g'ri to'polon bo'lsa, u yoqdan kelyapti. Значит, yem tashlasanglar, baliq oqib kelaverar ekan. Qarang, mayga tashadim. O yoqdan kelyapti. Mo'shoqqa kelyapti baliqlar. Voy bile, kimdir po'kay tushib qopti. Mana mayda baliqlar ham rosa ko'p. Qaranglar, bu ko'p edi. Слишком ko'p. Слишком ko'p. Bir ish qilaman, hozir qarab turinglar. Короче, mashinaga yarmini tashlayman. Ko'rish maqsadida. Ana. Mana sizlarga tomosha, nechta baliq bor bu yerda. Baliq. Mana sizlarga tomosha. Chatishverdi, chatish. Chachib tashlashdi, chachib. Lekin mayda balalar ham uzoqlanib ketadi. Mana bayram. Nilufar gulni sog'inganlar uchun mana suvda bo'ladi. Bu faqat suvda ochilib turishini qarang. Suvsiz bu o'ladi. Doim suvda turish kerak. Suvsiz menga hayot yo'q deydi. Baliqlar ham yuribdi. Nilufar gulni tagi bularga uy yo'qdi. Sazavachchalar. Bir qarishli sazanlar. Kattalari ham bor ekan orasida. Mayda sazanlarda. Bunda ham bor ekan, narigida kattalar ekan. Hamma yoqda baliq bor ekan. Ana sizlarga mana galasi mana hamma sazan, karp ekan. Bitta kattasi ketdi, kattasi. Krupniy uchib qopti. Qolgani mana ma'da. Qolgan qutganini hozir ko'rsataman. Agar shu yurgan bo'lsam shu betimizda. Yo'q ekanda. Bor ekan mana ma'da ekan. Kattalar mana shu ekan. O'lgillari. Mana shu ekan mana kattalari. Aytdim bunaqa yo'qolib qoldi dedim. Mavjudda ko'p ekan. Mana shu tushib turganiga yo'qda, nima bo'lganda tomosha ko'rasiz deydi.